14-dars. Alohida berilgan qismlardan shakllar tuzish. Tayanch so'zlar. Uchburchak, to'rtburchak, tangram. Tangram degan o'yin bor. Mana bu o'yin. Shular haqida gaplashamiz ekan. Qonuniyatni aniqlang. Bizga qonuniyat berilgan. Buni aniqlab ko'ramiz. Uchburchak ichiga va uchburchakning uchlariga sonlar, ya'ni raqamlar yozilgan. Uchburchakning tashqarisidagi raqamlarini qo'shib chiqsak, e'tibor beramiz bir-biriga. Uchburchakning o'rtasidagi ichidagi son hosil bo'lmoqda. 9 10, 12 15, 18 19. Bu yerga 19 yozilishi kerak ekan. Davom etamiz. Birinchi topshiriq. Tangramda burchaklarning qanday turlari bor? Tangramda qanday shakllar bor? Tangramda teng shakllar bormi? Tangramda nechta uchburchak bor? To'rtburchaklar nechta? Qanday burchak turlari bor? Burchaklarning to'g'ri burchak bor. Keyin o'tkir burchak bor va mana bu yerda o'tmas burchak bor. Deyarli barcha burchaklar bor. To'g'ri, o'tkir va o'tmas burchaklar. Tangramda qanday shakllar bor? Uchburchak bor, mana to'rtburchak bor. Mana bu kvadrat deb olsak ham bo'ladi ekan. Va to'rtburchak ham bor mana. Tangramda teng shakllar bormi? Teng shakllar mana bu bor mana. Bu va mana bu. Bu ikkalasi ham teng. Bor. Tangramda nechta uchburchak bor? Uchburchaklar 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Tangramda 5 ta uchburchak bor. To'rtburchaklar nechta? 1 ta, 2 ta. 2 ta to'rtburchak bor. Tangram qismlaridan shakllar yasashga yordam bering. Qismlarni kerakli rangga bo'yang. Qismlarni kerakli rangga bo'yab chiqishimiz kerak ekan. Demak, dastlab Xo'p. Nima qilamiz? Mana shu kattadan boshlay qolamiz. Qaysi rangda turibdi hozir bu? Mana yashil rangda. Yashil mana bu. Xohlagan bittasini yashil bilan bo'yab qo'yishimiz ham mumkin. Mana shunday qilib bo'yaysizlar. Mana. Endi keyingisi ko'k. Katta uchburchak. E'tibor beramiz. Katta uchburchak ko'k rangda. Hop. Oq bor. Sariq olaylik. Mana sariq. Keyin. Yana qaysi rang? Zarg'aldoq. Mana bu yerda bo'ladi. Keyingisi mana buni pushtiq qila qolamiz. Ko'k qila qolaylik. Mana buni. Bu ko'k bo'ladi endi. Mayli. Ko'k. Endi buni qizil. Keyin bitta qoldi bizda. Uni ko'k rangda. Yana ko'k. Siyoh rang bo'lish kerak ekan, siyoh rang qolmagan ekan. Mana bu oq rang tepada. Keyingisini o'zlaring bo'yaysizlar. Xuddi shunday qilib. O'zlaringga mustaqil ishga qoladi. Qiyin emas, mana bu yuqoridagi shaklga qarab bo'yab qo'ysalaring bo'ldi. Sxema bo'yicha masala tuzing va uni yeching. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator. 27 ta jami. 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 ta yozib qo'ysak 1 2 3 4 5 6 7 ta. Bu ham 7 ta ekan. Birinchi qator 7 ta, ikkinchi qatorda ham 7 ta. Sxema bo'yicha masala tuzing degan. Tangram o'yinchoqlari birinchi qatorda 7 ta, ikkinchi qatorda ham 7 ta joylashgan. Jami tangram o'yinchoqlari 27 ta bo'lsa, 3-qatorda nechta joylashgan?
Birinchi va ikkinchi qatorlarini qo'shamiz. 7 ga 7 ni 14 bo'ladi. 27 dan 14 ni ayiramiz. 13 ga teng bo'ladi. Demak, 3-qatorda 13 ta tangram o'yinchoqlari bor ekan. 3 ta, 4 ta, 3 ta, 4 ta. Da to'g'ri ishladik. Masalalarga ifodalar tuzing va ularning qiymatini toping. A, B, D. A. Qutida tangram boshqotirmasining ikkita to'plami aralashgan. Qutida hammasi bo'lib nechta qism bor? Qutida tangram boshqotirmasining ikkita to'plami aralashgan. Qutida hammasi bo'lib nechta qism bor? Nima qilamiz endi hozir bunda? Qutida tangram boshqotirmasining ikkita to'plami aralashgan. Qutida hammasi bo'lib nechta qism bor? Buni sanashimiz kerak menimcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta ekan. 7 plus 7, 14 ta. Bittasida 7 ta, ikkinchisida ham 7 ta. Tangram to'plamida ikkita uchburchak yo'qoldi. Tangramda nechta qism qoldi? 7 dan 2 ni ayiramiz. 5 ta qism qoldi. Tangram haqidagi kitobchada 80 ta shakl tasvirlangan. Dilnoza ularning 30 tasini turli shakllar 30 tasidan turli shakllar yasadi. Yasash uchun yana nechta qism qoldi? Jami 80 ta ekan. Bundan 30 tani ayiramiz. 8 dan 3 ni ayirsak 5. 50 ta. Hisoblang. Hop. 4 ga 1 ni qo'shamiz. 5 bo'ladi. 5 ga 2 ni qo'shsak 7 bo'ladi. 5 dan 3 ni ayirsak 2 bo'ladi. 7 dan 1 ni ayirsak 6 bo'ladi. 8 dan 1 ni ayirsak 6, 7 dan 5 ni ayirsak 2. 8 dan 1 ni ayirsak 7 ku. 7 dan 5 ni ayirsak 2. 7 dan 3 ni ayirsak 4 va 2. 9 dan 1 ni ayirsak 8. 7 dan 4 ni ayirsak 3. 8 dan 4 ni ayirsak 4. 8 dan 2 ni ayirsak 1. 7 ga 1 ni qo'shsak 8 va 5. 8 ga 1 ni qo'shsak 9. 8 ga 5 ga 2 ni qo'shsak 7. Har bir qatorda keyingi ikkita sonni yozing. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ikkitadan qo'shilib ketyapti, e'tibor bersak. 14. 16. Endi bu 19, 16, 13. Ikkitadan kamayib ketyapti. 3 tadan kamayib ketmoqda. 10 dan 3 ni ayirsak 7. 7 dan 3 ni ayirsak 4. Keyingisi. 19, 28, 37, 46. Mana bunga e'tibor beramiz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, endi 3 va 2 bo'ladi. Keyingisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8 bo'ladi. Yettinchi uyga vazifa. Quyon shaklini Madina 15 minutda. Aziza esa 9 minutda yig'di. Aziza quyon shaklini necha minut tezroq yig'gan?
Yechish 15 dan 9 ni ayiramiz. 6 minut. 6 minut tezroq yig'gan ekan. 8-chi. Jadval bo'yicha qo'shiqning noma'lum komponentlarini topish uchun misollar tuzing. Misollar tuzishimiz kerak ekan. Yig'indini topish uchun birinchisi 18 ga 31 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda yig'indi kelib chiqadi. 1 ga 3 ni qo'shsak 4, 8 ga 1 ni qo'shsak 9. 49. Endi birinchi qo'shiluvchini topish uchun ayirishimiz kerak. 47 dan 7 ni ayiramiz. 4 va bitta 0. 40 bo'ladi. Keyingisi 73 dan 63 ni ayiramiz. 73 ayru 63. 7 dan 6 ni ayirsak 1, 3 dan 3 ni ayirsak 0. 10. 27 dan 2 ni ayiramiz. 2. 7 dan 2 ni ayirsak 5. 25. Qo'shilish kerak edi. Uzr. 18 dan 10 ni ayiramiz. 1 dan 1 ni ayirsak 0, 8 dan 0 ni ayirsak 8. 8. 90 ayru 20. 9 dan 2 ni ayirsak 7. 0 ayirsak 0. 70. Bugungi darsga ajratilgan misollarni ishlab yakunladik. Telegram YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.